So'nggi yillarda mamlakatimizda harbiy kadrlarni tayyorlash va o'qitish tizimi butunlay yangi bosqichga ko'tarildi. Bu haqda so'z borganda hududlarda tashkil etilgan harbiy akademik litseylar faoliyatiga to'xtalib o'tish lozim. Urganch shahridagi Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litseyi bu borada respublikamizdagi yirik va nufuzli maxsus o'rta bo'g'in ta'lim maskani hisoblanadi. Joriy o'quv yilida ushbu dargohda o'qish sharafiga ega bo'lgan yoshlarning tantanali va'da berish marosimi harbiylik kasbini tanlagan yoshlar va ularning ota-onalariga alohida g'urur bag'ishladi. Milliy armiyamiz yoshlarimiz qalbida yurtga sadoqat, jasorat va matonat tuyg'ularini mustahkamlovchi hayot maktabi. Shu bois yosh avlodni vatan himoyasiga kamarbasta bo'la oladigan shijoatli farzand qilib tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida xizmat qilishga qiziqtirish dolzarb ahamiyatga ega. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan harbiy akademik litseyda o'quv mashg'ulotlar davomida tinglovchilarning Qurolli Kuchlarimiz safida xizmat qilish, chinakam vatan himoyachisi bo'lish kabi ezgu maqsadlarni ro'yobga chiqarishga barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Yangi qabul qilingan 150 nafar o'quvchi boshlang'ich ko'nikmaga ega bo'lib, amaliy mashg'ulotlarda saf tayyorgarligi, jangovar qurollar bilan tanishdi, harbiy intizomni o'zlashtirishdi. Orzulari-yu kelajagini xuddi bobolari singari vatan ravnag'i va himoyasi yo'lida bog'lashga ahd qilgan yoshlar saf tortdi. Bu yoshlarimiz Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyiga o'qishga kirish uchun bir nechta imtihonlardan sinovlardan o'tib qabul qilindi. Harbiy akademik litseyiga 5000 dan ortiq o'quvchilar nomzod bo'lib qatnashgan edi. Shulardan muvaffaqiyatli 150 nafar o'quvchilar qabul qilindi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarimizga shunday bir chiroyli, ajoyib binolar qurib berildi. Bu harbiy akademik litseyda barcha o'quv xonalari jihozlangan, interaktiv doskalar o'quvchilar xonasiga qo'yilgan. Amaliy mashg'ulotlarda yaxshi qatnashib, jismonan toblanadi. Maydon uzra shahdam qadam tashlab, harbiy qo'shiq kuylab, qalbi g'urur va iftixorga to'lgan yoshlarning har birida mardlik, matonat va jasorat tuyg'ulari mujassam. Bunday tadbirlar yoshlarni yurtga muhabbat, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bolaligimdan shu kasbga havas qilganman va mana Xorazmdagi Jaloliddin Manguberdi harbiy akademik litseyga topshirdim va shu topshirganim qancha qiyinchiliklar, shuncha mashaqqatlar bilan bu litseyga o'qishga kirdim. Va bugungi tantanali va'da berar ekanman, oila a'zolarimni ko'rib xursand bo'lib, boshqa yurtdoshlarga ham aytaman, shu yerga kirib topshirib, katta bo'lsam Jaloliddin Manguberdi izdoshlariga o'xshayman, O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Tantanali tadbirda so'zga chiqqanlar o'quv maskanida ta'lim olayotgan o'quvchilarning ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik jarayonida buyuk sarkardalar jasorati, mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazishda foydalaniladigan axborot texnologiyalari, harbiy texnika hamda qurol aslahalar bilan tanishtirib borilishi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashdi. O'quvchilar tomonidan sidqi dildan aytilgan har bir so'z va'da berish marosimini kuzatib turgan ota-onalarning qalbini to'lqinlantirdi. Meni nevaram Rashidov Behruzbek vatanimizga sodiq farzand bo'lishini tilab qolaman. Yoshlar bizning kelajagimiz deb bejiz aytmagan yurtboshimiz. Mana shu Jaloliddin Manguberdi lashkarboshimizdek qo'rqmas, botir o'g'lon bo'lib yetishiga tilakdoshmiz. Vatanimizga sodiq farzand bo'lishiga ishonchimiz komil. Vatan himoyasi muqaddas burch, davlat xavfsizligi, chegaralar daxlsizligini ta'minlash esa sharafdir. Vatan himoyachisi bo'lishlik mashaqqatli, biroq sharafli yo'lni tanlagan yoshlar kelgusi faoliyatida ham vatan ravnag'i uchun kamarbasta bo'lishiga ishonamiz.